Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Do'stlar, bizning jamoadoshimiz, ya'ni Fergana Media ommaviy axborot vositasining maxsus muxbirlari, bir nechta muxbirlarini oila a'zolari, farzandlarini rasmlarini ijtimoiy tarmoqqa joylashib, ularga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar qilib kelishgan. Ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'ida Prezident komandasi deb nomlangan maxfiy kanal orqali bu ishlar qilib borilgan, davomiy qilib borilgan. Mana shu jinoyatni sodir etayotgan kim degan savolga javob olish uchun unga qonuniy tartibda chora ko'rilishini so'rab, bizning jamoadoshlarimiz, ya'ni bir nechta muxbirlarimiz tomonidan ichki ishlarga murojaat qilingan. Shundan so'ng tezkor tartibda ushbu yashirin anonim tarzda maxfiylik bilan olib borilayotgan Telegramdagi Prezident komandasi nomli kanal tekshiruvga olingan va uni yurg'izayotgan gumonlanuvchilar ushlangan va tergov harakatlari olib borilgan. Tergov davomida ushbu holat aniqlanib, bugungi kunda sudga chiqarilgan va bugun 9-dekabr kuni sud jarayoni davom ettirilmoqda. Do'stlar, ushbu sud jarayonining o'tgan safargi qismida sudning ba'zi bir qismlari yopiq tarzda o'tkazilishi belgilandi. Ya'ni bu yerda oilaviy masalalar bo'lganligi uchun o'sha qismlar yopiq tarzda o'tkazilishi, qolgan qismlari esa ochiq tarzda o'tkazilishi belgilangan. Buni o'sha bizning jamoadoshlar, ya'ni Fergana Media muxbirlari ham ta'kidlab o'tishgan. Biz ochiqlik tarafdorimiz, sud jarayonlari ochiq bo'lsin, lekin oilaviy masalalar yuzasidan o'tkazilayotgan o'sha suddagi jarayonlar yopiq tarzda o'tkazilsin deyishgan. Endi bugungi kunga kelib sud jarayonlari davom etib kelmoqda, lekin Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining boshqa bir muxbirlari tomonidan sud jarayonlarida ochiqlanishi kerak bo'lmagan ma'lumotlar, sir tutilishi kerak bo'ladigan masalalar ochiqlanib yuborilmoqda. Jabrlanuvchilar terpeli, buni haqorat deb bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bizga p deb og'zini to'ldirib gapirib kelyapti Antikorrupsiyaning muxbiri Otabek Hamidov. Bu so'zlarda ham haqorat aniqlasa jazosini oladi. Ayrim muxbirlarga aytadigan gapimiz shuki, Farg'ona viloyatida sudya ham bor, prokuror ham bor. Ularga ekspert kerak emas. Ularni yuqori turuvchi, nazorat qiluvchi organlar ham bor. Hamma narsa Farg'onada yetarli. Sud hukmidan keyin hammasiga oydinlik kiritilgandan so'ng fikrini bildirishi mumkin, qonun doirasidan chetga chiqmagan holatda. Ungacha